Farg'ona shahariga Aito saloni ochildi. Mashinaning qulaylik tomoni elektromobil. Bitta zaryad bilan 1400 km yuradi. Bu degani shu Farg'onadan qayerga boradi? Qoraqalpoqqa boradimi? Ha? Qoraqalpoqqa boradi, Toshkentga 2 marta 3 marta borib kelaverasiz. Tushunamiz aka, Aito M9 Ultra modeli bo'lib, bunda aka siz xayolingizga qanaqa funksiyalar keladi? Hammasi bor. 4 ta sidina abduf abagrev massaj. Hammasida absolyutni. Bunda 3 xil aromati bor. Kayfiyatingizga qarab aromatlar o'zgaradi. Buni podsvetkalari 128 xil podsvetkasi bor. Turimizni ezib ko'ring-da. Aka, bu mashina ishlayapti hozir. Bo'ldi aka, minib ketaverasiz. Bunda start stop degan narsa yo'q. Proyektor ham bor aka. Oddiy ekran bas, bu ko'zingizga bezyon bo'lgan ekran. Rahbarlar uchun ekanda mashina uzoq yo'lga, safarga ketayotganda orqada ekran tushirib olib, bemalol YouTubedan yoki Instagramdan ish qilib ketsa bo'laveradi. Rahbarlar bob deganingizga aka, eng asosiy fishkalaridan bu yerda seriozniy встречаlarda ikkita rahbar so'zlashyapti. U ma'lumot shofyor eshitmasligi uchun shunaqa tizimimiz bor, xavfsizlik. Bosib qo'ysak, biz gaplashyapmiz aka. Shofyorga umuman boshqa ma'lumot boradi. Umuman eshitilmaydi bizning suhbatimiz. Kadr ortida gapirdik, bu mashinaning parasini Proyektor vazifasi bajaradi. Monitor proyektor qilsa bo'ladi o'zi. Albatta. Xo'p. Qushni ko'rdingiz, ko'rib turgan farizdan proyektor, ya'ni bironta joyga qo'yib turib, monitor sifatida kino ko'rsatdan bo'laver ekan. Katta joyga qo'yib futbol ko'ring do'stlar bilan. Bu rasmiy diler bu mashinaning 3 yil hamda 100 ming kilometrga garantiyasi bor ekan. Narxi 1 milliard 78 million. 1 milliard 78 millionga arziydimi, arzimaydimi? Izohlarga fikrlarni yozib qoldiringlar.